Assalamu alaikum muhtaram ustoz. Oldi bilan qimmatli vaqtlarni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganlarga ko'p tashakkur. Endi har bir kishining yashagan muhiti o'zining hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Uyg'ur madaniyatining bo'shi bo'lgan Qashqar o'zlariga ham qandayroq bir ta'sirlanib kelayotgan mushaqqatda so'zlab bergan bo'lsalar rahmat. Aleyküm selam inim Alim Rahman. Aleyküm selam xalq to'rdagi ko'rarman qarindoshlarım. Degandek Qashqarni biz Uyg'ur madaniyatining buyuklaridan deb deymiz. Menimcha bu hech qanday mubolag'asiz to'g'ri aytilgan, to'g'ri bahodir. Men 1950-yili Qashqarda tug'ilgan. 63-yili Qashqar 1-o'rta maktabini bitirgan. Bultur 2013-yili ana maktabim Qashqar 1-o'rta maktab qurilganligining 60 yilligini muboraklab bir to'y qildi ular. Bir to'plam chiqardi. Men shu to'plamga uzilmas rishta mavzusida bir eslim yezib o'tdim. Sizning savolingizga javob chiqadi ekan deb qoldim-da. Men shuningda shu chaq mening bolalik vaqtimda menga eng ta'sir ko'rsatgan o'qituvchilarim ne yozdim uningda. Mening yozgan uzilmas rishta degan mavzu yozganlarim ularga yarg'an bo'lsa kerak, o'sha to'plamning ismini uzilmas rishta qilibdi. Mening ta'siratimda shu chaqda biz 12 yosh, 13 yosh vaqtlarimizda o'rta maktabga yangi chiqqan shu o'qiyotgan chaq. Ben şunu yazdım. Bana en tesir kılan narsa meyli matematik o'qituvchilari olsun, meyli til edebiyat o'qituvchilari olsun, hemmisi shunda imloliq xat yozatdi. Mantiqilik gap qilatdi. Men demoqchiki, endi shunda 10 necha yoshli kichik bolalarmi shu chog'dagi o'qituvchilar bo'lgan bizda qaysi yaramliq, yaxshi o'qituvchi, qaysi bizga bahri bilim beradi, shunaqa baholay oladi. Şu ta'siratini hozirgi izbasar bo'lgan o'qituvchi yoshlarga shuna degim keldi-da. Herkes kichik bolalar ekan deb ular sal qaramaslar. O'zimiz samimiyatimiz bilan uni yaxshi bilimiz bilan yaxshi yetaklash, yaxshi dars o'tish, ularga samimiy do'sti va yetakchisi bo'lish lozim deb qarayman. Menga shu Qashqardagi hayotimda, o'qish hayotimda menga nihoyatda ta'sir ko'rsatgan yetaklash. Bundan keyingi o'rganish g'oyam, xizmat orzuyimni yetaklovchi aynan fikrini sog'anlar shu o'rta maktabdagi o'qituvchilarim deb menda qarayman. Ko'p rahmat. O'zlariga ko'p rahmat. Ham shu tuhfikar bog'alarimizga ko'p rahmat. Shu ish ustalariga qarasak, butunlay shu Qashqar Etkar maydonining suratlari bor ekan. Yurtlarimiz cho'qim qattiq sevindi bu deyman. Shundoq ko'rdinglar, bu bizning ishxonamiz. Mishada 40 yildan buyon darsdan tushsaklar o'sha ishxonada ishlaymiz. Ba'zi chog'larda charchab herib qolgan vaqtlarimizda tamlarimiz esib qolgan aytganinki suratga qarab endi o'tlasak xuddi aytgan maydonda o'tagandek bir xil sezim tuyg'u bo'ldi. Herib qolgan chog'larimizda ana yurt Qashqar aytgani madiylaydigan, suratlaydigan naqshlarimiz bor. Ba'zi o'qib qo'yamiz. O'qib beraymi birni? Bo'ldi. Ey tağlar eşip, çöller kezip, geldim Qashqarga. Ey merhaba deb açtı kucak, Etka meydanı. Fürkünüp toğul çiçekke, her yanı. Kıldı güzel menzereler beni heyrane. Fürkünüp toğul çiçekke her yanı. Kıldı güzel menzereler beni heyrane. Liven yalar, kala
Mushunda pejimiz var ekan. Qat'iy o'ylab bakmazkanmiz, balkim nurg'un kişiler o'ylab bakmagan bo'lishi mumkin. Demek mushunda g'ag'an charchigan vaqtimizda ana yurt, vatanni eslatadigan bunda naqshlarni bir o'qib olsak, o'zini harg'inligimiz chiqib, boshqadan ruhimni kelimiz bilan ishlab ketamiz. Ben nima demoqchi desangiz, inim bir inson uchun, bo'libmi bir bilim odami uchun o'z ana yurt, ana vatanning sevgisi, o'z xalqi, millatining muhabbati uning har bir ishlarining olg'a siljishi, chendigidek natijani qo'lga keltirishning bitmas, tugamas buloqi bo'ladi demoqchi. Ko'p rahmat. Mushu suratlarni qisqacha bir tunishtirib beramiz. Bu suratlar mana Eidgah maydonininki butkul yaqinqi zaman tarixlarini ko'rsatadigan suratlar. Böyle bir surat 2008-yili Mahmud Kashgari yili bo'lgan chaqda biz mishada o'quvchilar bilan berib Opalda Mahmud Kashgari qabrgohini ziyorat qilgan vaqtdagi faoliyatlarimiz tasvirlangan suratlar. Böyle Qashqar pedagogika institutining o'quvchisi Muxtar muallim taqdim qilgan xushxat. Bu bizniki davomli yurtni eslab yurtki bizni qadrlaydigan, bizni qo'llaydigan yo'ldoshlar bilan xuddi birlikda mishada o'tirib birlikda ishlayotgandek bir tuyg'u berdi bu narsa.